Ma'naviyat va ma'rifat markazi Qashqadaryo viloyati bo'limi tashabbusi bilan Qarshi davlat universitetida arxeolog olim, tarix fanlari doktori Abdusabur Rayimqulovning Qashqadaryo vohasining 8-9 asrlar davridagi shaharlari va tarixiy topografiyasi kitobining taqdimoti o'tkazildi. Hozir shu haqda. Unda professor olimlar, keng jamoatchilik vakillari, tarix ixlosmandlari hamda talabalar ishtirok etishdi. Ma'lumki, dunyoning eng qadimiy sivilizatsiyalari Misr, ikki daryo oralig'i, Xitoy va Hind tamaddunlari qatorida Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon va Qashqadaryo havzalarida shakllangan O'rta Osiyo sivilizatsiyasi ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Qayd etilishicha, o'rta asrlarda Qashqadaryo vohasida kamida 30 ta shahar faoliyat ko'rsatgan bo'lib, monografiyada ularning shakllanishi, taraqqiyot bosqichlari, o'ziga xos xususiyatlari, turlari, shaharlar rivojidagi asosiy omillar, Buyuk Ipak yo'lining Qashqadaryodan o'tgan tarmoqlari, xalqaro va mahalliy savdo yo'llari, vohaning o'rta asrlardagi tarixiy geografiyasi keng ko'lamli o'rganishlar va manbalar asosida bayon qilingan. O'zbekiston Fanlar akademiyasi huzuridagi Samarqand arxeologiya institutining professori Abdusabur Rayimqulovni kitob taqdimoti bo'lib o'tyapti. Ushbu kitob Qarshi shahrini 8-14 asrlardagi arxeologik qazishmalar orqali yaratilgan haqiqiy tarixini o'zida aks ettirgan. Ushbu kitobdan kelajakda mana shu tarix yo'nalishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan talabalarimiz foydalanishlari mumkin albatta. Bu kitobda Qarshi shahrining tarixiy ildizlari joylashgan bo'lib, ya'ni o'zida aks ettirgan bo'lib, kelajakda juda ko'plab ilmiy tadqiqotlarda foydalanishga menimcha dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Kitob Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi mablag'i hisobidan 1000 nusxada chop etildi. Kitob muallifi Abdusabur Rayimqulov nomi ilmiy doiralarda ancha mashhur. Uning ilmiy faoliyati tarix va arxeologiya fanining bir necha yo'nalishlarini qamrab olgan. Olim ayni paytda Samarqand arxeologiya institutida faoliyat ko'rsatadi. Taqdimotda taniqli olim Abdurahim Erkayev, mehnat faxriysi Mamatqul Rajabov, Shahrisabz pedagogika instituti professori Nabi Xushvaqtov, viloyat tarix va madaniyat va davlat muzeyi direktori Bahodir Mamadiyev va boshqalarning mavzuga oid ma'ruzalari tinglandi. Ishtirokchilarga esa kitoblar ulashildi.